Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugungi videoimda men sizlarga 3-ko'z haqida gapirib o'taman. Salohada yozilgan: ogoh bo'ling, 3-ko'z deb. Bu bekorga aytilmayapti. Ogoh bo'ling deb. Ko'pchiliklaringiz 3-ko'z ochilishini xohlaysiz. Ko'pchiliklaringiz 3-ko'z nimaligini bilmaysiz. Ko'pchiliklaringiz xohlaysiz ajoyib hayotda o'sha o'zingiz oldindan bilib, oldindan his qilib, hayotingizni, energiyangizni boshqara olib, hayotingizni o'zgartirishni juda ham xohlaysiz. Lekin bu narsa, bu shunaqangi xohishlar bilan bo'lib qolavermaydi. Bu faqat xohishlar emas. Meditatsiya bajarayotgan insonlar, meditatorlar, ruhoniy yo'lda yo'lga chiqib borayotgan insonlar shu bilan birgalikda hech qanaqangi ruhoniy izlanishda, ya'ni ruhiy olamga chiqishga, ruhiy olamini topishga har qanday so'z bilan atash mumkin. Lekin siz tushunyapsiz men nima demoqchi ekanligimni. Buning hammasi mana o'zimni topaman, energiyamni kuchaytiraman, hayotimni o'zgartiraman. Men shunday energiyamni o'sha bilan boshqarib, hayotimni o'zgartirib, yaqinlarimga, boshqa insonlarga yordam qilaman. Men shunday inson bo'lishni xohlayman degan xohishlar bor, insonlar ham bor. Mana o'sha hammasi shu bilan birga umuman bunaqa narsani xohlamaydigan, o'zining oddiy hayotini yashab kelayotgan insonlar ham bor. Bu dunyoda har bir bandaga, har bir insonda shishkovidniy железа, 3-ko'z bor. Bu ko'z, 3-ko'z deganda ikkita fizikiy ko'zingizga o'xshagan emas. U ko'rinmaydi. Va u ikkita fizikiy ko'zlaringiz ko'rayotgan narsalarni u 3-ko'z ko'radigan narsani ikkita fizikiy ko'zingiz ko'ra olmaydi. U umuman boshqa narsa. Ko'z deganda mana bu yerda ko'z paydo bo'lib qolmaydi. Buni tushunsangiz kerak. Endi qanday bilsa bo'ladi 3-ko'z aktivlashganini, 3-ko'z uyg'onganini yoki uyg'onish bo'layotganini. Hech qanday narsa hayotda besabab bo'lmaydi. Bu dunyoga inson tug'ilishidan oldin, mana bu plod tug'ilishidan oldin uning taqdiri bitilgan. Qanday yashashi, qaysi yo'lda yurishi, qanaqa hayotda sinovlardan o'tishi, nimalar bilan kurashishi, hammasi bitilgan. Siz hech narsa qila olmaysiz. Sizda hech qanaqa tanlov yo'q. Tanlov faqat kallangizga, o'sha miyangizga kelayotgan, aqlning tashlayotgan o'sha fikrlari. Lekin siz fikr emassiz. Fikrlar paydo bo'ladi, yo'qoladi. Lekin insonlar men deb fikrni tan oladi. Fikr esa men deb ta'nani tan oladi. Shunday qilib, mana shunday inson paydo bo'ladi. Aslida unday emas. Hurmatli muxlislar, 3-ko'zni
aktivlashib borayotgani, ya'ni uyg'onib borayotgani, uyg'ongani qanday bo'lsa bo'ladi. Hozirgina aytib o'tdim. Bunda duxon yo'lda izlanayotgan insonlar bo'lishiga qaramay, umuman bunaqangi duxoniy degan narsani tushunchasini bilmagan, o'zini oddiy hayotida yashayotgan insonlarda ham bu narsa bo'ladi. Endi aytaman. Uchinchi ko'zi aktivlashayotgan insonlarda bosh og'rig'i, peshona og'rig'i, peshonada og'riq bo'ladi. Xuddi mana bu yerda davleniya, pulsatsiya, bir og'riq bo'ladi. U boshlanishda chakkalar og'riydi, yuqoridan bosim bo'ladi. Ko'zlari yorug'likka qarolmaydi. Bu yerdagi peshonadagi bosim boshida mana bunday barmoqday joyini egallaydigan razmerda bosim bo'layotgan bo'lsa, u keyin 2 ta, 3 ta, keyin kaftday bosim bo'lib, o'sha miyaning ichida bir sharcha, bir shar to'pcha aylanayotganday bu движение bo'ladi. O'ng tarafga, chap tarafga. Keyin shunday ko'zini yumganda kompyutercha, to'rtburchak ekrancha paydo bo'ladi. Oppoq ekran. Qolgan hamma joy qop-qora, oppoq ekran. Yo bo'lmasam qop-qora bir eshik, chekkasida esa yorug'lik. Shunday narsalar ko'ziga ko'rinadi. Bosh aylanishi, ko'ngil aynishi. Bu hozir fiziki tanada bo'layotgan holatlarni aytyapman. Tushlar ko'rishi, tushlarda uchishi, tushlarda o'sha hech qanaqangi qanotsiz uchishi, o'tmishga o'tib qolishi, kelajakka o'tib qolishi. Vahoki tushlarida umuman bu olamda ko'rmagan, uchratmagan, bilmagan mahluqotlarni uchratishi. Qo'rqinchli tushlar ko'rishi. Shu bilan birga yorqin tushlar ko'rishi. Ajoyib, chiroyli tushlar ko'rishi. Yorug'likni ko'rishi. Yorug'lik paydo bo'lib qolishi. Birdaniga shunaqangi yorug'lik, u yorug'lik quyoshning yorug'ligidan kuchli. Xullas shunday oppoq qushlar, katta-katta arilar, katta-katta arilar. Ana shunday xuddi bir ertaklar olamiga kirib qolganday tushlarni ko'rasiz. Yana bitta shunday narsa borki, yotganingizda, uyquga yetganingizda siz his qilasiz. Siz his qilasiz boshqa olamdagi mana ruhlar deymiz. Ruhlarni ko'ra olasiz. Uni his qiladi. Kechalari unga keladi. Uni u his qiladi. U shunday tanani masalan mana shunday quchoqlash mumkin.
orqadan, yondan prosta o'shani his qiladi. Quloqlarda mana shu ertalab uyg'onganda kun davomida bir necha bor signal, yuqoridan kelayotgan signal deydi, aloqa. Mana shu radio promnikni burasangiz chiii qiladi. Ana shunday quloqda xuddi ana o'sha chillashlar bo'ladi. Chillab turaveradi anchagacha. U yo'qolmaydi. Yo'qoladi, yana paydo bo'ladi. Yana shu kuchayib boraveradi. U juda ham yana kuchayib boraveradi. Bu mana shu olam boshqa o'sha portal ochilayotganini, yuqoridan ma'lumotlar kelayotganini darak. Yana shunday narsa. Bir xil raqamlar ko'rinishi. Soatlarda, avtomobillarda, cheklarda, reklamalarda, televizorlarda, har qanday joyda bir-biriga o'xshash raqamlar. 111 yoki o'sha 4 ta birlar, 3 ta birlar, 4 ta 3lar, xullas 9lar, soatlarda 22, 21, 21, 09, 14 yoki zerkalniy raqamlar 14, 41, 13, 31, 12, 21, 21, 12. Mana shunday raqamlarni tez uchratadi. Yana qanaqangi nimalar? Intuitsiya kuchayadi. Oldindan his qiladi. Nima bo'lishi, nima qo'yishi. Hattoki insonlarni nima demoqchi ekanligini, maqsadi nima ekanligini yaqqol sezib turadi. Bu endi kimga qanday? Yana shunday goloslar eshitadi. Golos, ya'ni ovozlar eshitadi. Umuman bu ovozlar bu olamga tegishli emas. Umuman boshqa ovozlar. Agar yana keyin orqasidan kimdir yurganday bo'ladi. Azizlar, bu narsalar sizlarda qaysi biridir bo'layotgan bo'lsa, qaysi biridir quloqlaringizni postoyanli doktorga borib ko'ring. Ting'illash bo'lsa, shu bilan birga boshingiz og'risa, doktorga boring, ko'rsating. Agar sizda hech qanaqangi miyangizda opxil, hech qanaqangi o'simta, biron bir muammo topmas ekan, demak siz duxovniy olamga chiqib borishingiz, ruhiy olamingiz sizga ochilib borishi bo'ladi. Bu albatta aql uchun qo'rqish bo'ladi, qo'rqinchli bo'ladi. Holatlar hammasi qo'rqinchli bo'ladi. O'sha orqangizdan bir nima, bir qandaydir inson, bir qandaydir suvishni his qilasiz. Uni bir xillar ko'radi. Buni hammasi bir xillar oldingi videoimda xuddi mana shunday 3-kurs haqida ma'lumot berganimda menga lichkamga Telegram orqali, WhatsApp orqali muloqotga chiqqan insonlar ham bo'lgan. Ular men odatlanib qolganman, men qo'rqmay qolganman deydi. Lekin gap bu yerda qo'rqmay qolishlikda emas, shunday yashashda davom etish shart emas. Siz o'sha kuchni yo'naltira bilishingiz kerak. U bilan ishlay bilishingiz kerak. O'sha energiya bilan ishlay bilishingiz kerak. Sizda shunday narsa bor, lekin siz bundan foydalana olmaysiz. O'shaning uchun mana shunday odamlar bor. Oddiy mana shu ochiq ko'zlari, o'sha 3-ko'zlari ma'lumotlar keladi, his qiladi, prosta shunday oddiy yashaydi.
O'sha odamda kasallik ham bor, o'sha odamda pul muammosi ham bor, o'sha odamda oilaviy, o'sha odamda o'zini baxtsiz his qilishi hammasi bor, lekin boyagi narsalar bor, 3-ko'z bor, lekin bundan hech qanaqangi foydalanmaydi. Bundan foydalanish kerak. O'zingizga, boshqalariga yordam berish uchun. Yo bo'lmasam kim bu narsalardan qo'rqsa, ko'pincha men O'zbekistonga borganimda mana shunday bolalar mana shu holatda bo'ladi. Yosh bolalar qo'rqadi. Bir nimalar yaqinlariga aytadi, ko'ryapman yoki umuman aytmaydi. Mana shu depressivniy holatda mana u xonadan chiqmay, hech kimga qo'shilmay, bolalar bilan o'ynamay, yegisi kelmay, umuman mana shunaqa bo'lib qoladi. Mana shu yosh bolalardan, shu katta insonlar ham. Lekin buni mana shu davolatasiz, lekin yordam bermaydi. Sababi ham bor. Lekin bu psixический kasallik emas. Bunda uyg'onish bo'layotgani. Lekin bunga hech kim tushunmaydi, ishonmaydi, yorilmaydi. U o'zi qo'rqadi. Men shular gaplarni aytsam, menga hech kim ishonmaydi, meni jinni bo'lib qopti deb o'ylaydi, deb qo'rqqandan aytmaydi. Yoki kimlargadir aytadi, jin bu gaplarni gapirma, sen bunaqa gaplar gapirishing kerak emas. Sen hamma jinni deb o'ylaydi. Lekin mutaxassislar bilan, shunday insonlar bilan mana shu farzandini, nevaralarini yoki o'sha yaqinlariga yordam berishdan bosh tortadi. Ishonmaydi. Lekin vaqti o'tib bu inson o'sha o'zining qo'rquvlarini qurboni bo'lib, o'zini ustida ishlay olmasdan, o'zini kuchini ko'rsata olmasdan mana o'sha keyin aqldan ozadi. Yo'q bo'lmasa umuman hech narsa gapirmaydi. Umuman jim bo'ldi. Hech qanday gap gapirmaydi. Jim bo'lib qoladi. Tana o'zi harakat qiladi, yeydi, ichadi, bir nimadir qiladi, yotadi, o'tiradi. Pul topish uchun harakat ham qilmaydi, ertangi kunda o'ylamaydi. Chunki bu inson umuman uyg'onib bo'ldi. Lekin bu insonga qarab, bu kasal deydi. Buni doktor suday yuradi. Tabletka, ukol. Lekin buni foydasi yo'q. O'shanda holatga kelib qolmaslikdan yaqinlaringizda ko'rsatgan bo'lsangiz yoki o'zingiz shunday hozir aytib o'tgan holatlar bo'layotgan bo'lsa sizda, boshqalar ko'rmagan narsani ko'rayotgan bo'lsangiz, his qilayotgan bo'lsangiz, mana bu hayot yolg'onchi, hayot qanaqadir mana qulab borayotgan bo'lsa, uylar qulaydi, masalan, devorlar qulaydi. Uning nazarida, ya'ni 3-ko'zda, 2-ko'zda emas, 3-ko'z bilan ko'radi o'sha narsani. O'sha boshqa portaldagi hayotni, olamni, insonni, ruhlarni ko'rish ham, mahluqotlarni ko'rish ham 3-ko'zdan ko'radi. 2-ko'z bilan emas. Agar 2ta fizik bilan ko'z bilan ko'rganda boshqalar ham ko'rgan bo'lardi. Lekin 2ta fizik ko'zlar ko'rganday u yaqqol o'sha narsani ko'radi. Bu narsadan chiqib yuqoriga chiqish kerak. Haqiqatdan ruhiy olamga chiqish kerak. Ana o'shanda u bu olamda ham boshqara oladi. Bu olamda ham o'zi xohlaganda yashay oladi. Yo bo'lmasa hammasini bekor ekan, bu yolg'onchi olam, yolg'onchi dunyo ekan deb hammasini shunday qo'yib beradi, bo'ldi, qo'yib beradi. Qanday yashasa shunday yashaydi. Yo bo'lmasam o'sha dardan, o'sha energiyadan foydalanib o'zini rivojlantiradi. Boshqalarga yordam beradi. Moliyaviy, ma'naviy, ruhiy olam har qanaqasiga. Haqiqatdan ham bu dunyo
yolg'on bu dunyo, ro'yo deyilgan, aytilgan. Buni eshitgansiz. Bu haqda ma'lumotga egasiz, lekin siz ishonmaysiz. Siz o'zingizni aqlman deysiz. Aql u narsalarga ishonmaydi. Aslida siz aql emassiz. Mana o'sha holatlar bo'layotgan insonlarda ochilib uyg'onish bo'lib, uyg'onib qolishadi. Uyg'onib qolganda o'zi biladiki, bu bir har doimgi uyqusida ko'rayotgan tush, ro'yodek bu hayot ham shunday yolg'on bir tushdek, ro'yo ekanligini anglab qoladi. Mana shu. Kimda kim? Yana bitta narsa aytaman. Meditatorlar, meditatsiya bajaradigan insonlar albatta bu holatni boshidan kechiradi. Bu narsadan o'tadi, yuqoriga intilib chiqadi. Agarda bu narsalar bo'lmasa, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Chunki bu narsa olib chiqadi o'sha narsaga. Mana o'sha narsa energiya seni uyg'otadi, butun seni tozalaydi. Miyangdagi fikrlar, chunki sen fikr emassan. Men o'sha fikrman, men unday qilishim kerak, men bunday qilishim kerak, men yaxshiman, men yomonman, men baxtliman, baxtsizman. Xullas hayotning tashvishlari, mana hammasi fikr. Mana bitta bo'shliq, keng bo'shliq. Miyang просто bo'sh, lekin o'sha bo'shliqda fikrlar paydo bo'lib o'chib, boshqasi kelib, boshqasi yo'qolib, mana o'sha men unday, men bunday, mana har xil fikrlar, kelajak, o'tmishlar просто mana shu doskada har xil fanda darslar berib, ustozlar kirib yozayotgan bo'lsa, doskaga o'shani yana keyingi darsda o'chirib, boshqa darsdan o'tadi, o'sha unisini o'chirib, bunisini yozadi. Xuddi shunday doska esa shunday doskalarcha qoladi. Undagi yozuvlar yozilib, o'chirilib, o'chirilaveradi. Xuddi shunday bu yerda doska o'sha yerdagi yozilayotgan yozuvlar, temalar, misollar bo'lib qolmaydi. Xuddi o'shanday siz hech qanaqangi fikr, aql emasligingizni anglab qolasiz. Siz buyuk bir kuch ekanligingizni, sizda hamma narsa bo'layotganligini anglab qolasiz. O'shanda siz hayotingizni xohlagan tarafingizga yo'naltira olasiz. Ungacha hech qanaqa narsa o'zgarmaydi. Agar kimda hech qanaqangi meditativ holatsiz, hech qanaqangi duxovniy yo'llarga kirmasdan prosta har qanday din orqali duxovniyga chiqadi inson. Nafaqat meditatsiya. Mana shu uchinchi ko'zlar ochilgan insonlar ko'radigan narsani mana o'sha duxovniy insonlar ham, mana shu ruh, mana shu dinlar orqali o'zini yuqoriga chiqargan insonlar ham bemalol ko'ra oladi. Bemalol o'shalarni ko'ra oladi. Lekin bular aytmaydi o'sha narsani. Jin bor, ins bor, jins bor deb aytadi-ku. Agar siz borsangiz imomlarga, mullalarga, eshonlarga, ular eshitadi, ular biladi, ular sezadi. Ular mana ularga ochiq ulardiki. Tushunyapsizmi? Gaplashadi o'shalar bilan, bilasizmi? Mana insonda jin kirib qoldi. O'sha narsani chiqarish kerak. Nimaga endi o'sha insonlar chiqaradi? Nimaga o'sha insonlar shular bilan muloqot qiladi? Chunki uning uchun portal ochiq. O'shaning uchun u inson ko'radi. O'shaning uchun odam sezadi, his qiladi. Shunday insonlardan hech qanaqangi farqingiz yo'q. Lekin sizning uchinchi ko'zingiz ochilmagan o'sha farqi. O'z-o'zidan hech narsa bo'lmaydi. Meditatsiya bajarmayotgan bo'lsangiz, umuman sizda agar mana shunaqangi holatlar bo'lib, vohima bo'lib, orqangda kimdir yurib kelayotgandek, kimdir nima bo'layotgan bo'lsa, demak, senga yordam kerak. Yo bu narsani yopish kerak, yo bo'lmasa shunga ochilishing kerak. Hech qanaqa narsa besabab bo'lmaydi. Hamma narsani o'zini sababi bor. Bu narsadan qochib qutula olmaysan.
hech qanaqachon qochib qutula olmaysan. Bu albatta bo'ladi. Mana shu. Salomat bo'ling. Sizlarga mana shu 3-kurs haqida qisqacha ma'lumot berdim. Meditatsiya qilish, meditator bo'ladigan xohishlaringiz bo'lsa, shuni biling. Mana shu yo'ldan o'tasiz. Agar sizga bu narsa qo'rqinchli bo'ladigan bo'lsa, xohlamaydigan bo'lsang, bu yo'lga kirma. Lekin agar demak sen bir videoni ko'rar ekansan, shunga o'xshagan videolarni ko'rar ekansan, demak senda albatta bir kun mana shu holat bo'ladi. Bu so'zsiz. Chunki hech qanaqa narsa besabab bo'lmaydi. Meni gaplarimni eshitayotgan ekansan, demak senda bitta narsa bor. Demak albatta vaqti keladi, senda shu narsa uyg'onadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizni sevaman, hurmat qilaman.